quş idim, uçup ketgim keladi. Periştedek canlıma, sonsuz sütek biladi. Assalamu alaykum do'stlar. Kechliginglar xayrli bo'lsin. Bugun men aytib qanmaydigan, sizlar anglab qanmaydigan yana shu Uyg'ur xalq cho'ychaklarimizni aytib beray-a. Undaqda omoqlarimning quliqi menda bo'lsin. Cho'ychak to'qmoq. Burunqi zamanda bir buvay bilan bir mo'may o'zining 3-4 yetim navrisini beqib, bir daryoning bo'yida yashaydi ekan. Ularning faqat bir tupli qog'i jegdisi bor ekan. Ular to'liroq shu jegdi bilan kun kechiradi ekan. Ammo bu jegdiga qog'lar o'ginimabdi. Biri ketsa, biri kelib jegdiga orom bermabdi. Buvay jegdini qog'lardan saqlashning amalini istabdi. O'yla oxir chora tepibdi. Bir kaptarning boshqasini o'ltirib, qiynini putlariga, kindikiga, beshiga suapdi-da, jigdining ostiga kelib, o'lib qolgandek bo'lib yetibdi. Bir chog'lardan keyin bir qog'i jigdiga kelib qo'nib, kepak basgan kanini so'zib qaqildabdi. Buvayning yuziga jigdilardan bir nachini cho'qilab tushirib sinabdi. Qarasa, jim yotqudek. "Hey, bu bir top o'xshaydi", deb pastga tushibdi. Asta aljanglab kelib, buvayning qo'rsiq ustiga chiqib, kindikidagi qitib qolgan qallani cho'qib yebdi. Og'zini tamshib, shundoq qarasa, rostini Xudo bergan bir o'lja ekan. Qaga avval o'likning ko'zini cho'qib yeydib, bir sakrab buvayning ichilib qolgan og'ziga qo'nibdi. Nadi tursun, ko'zini cho'qish. Qaga o'z qo'ydi qapti. Qarasa barmoqlari buvayning og'ziga qisilib qapti. Qaga darrov bir yili o'ylab, "Muborak bo'lsin, tirilib qolganlariga, buvay", debdi. Buvay deb og'zini shundoq ichishiga qochmoqchi bo'lgan qaga endi o'zini buvayning changilda ko'ribdi. Oxir qaga, "Bosh ko'zlarning sodig'isi bo'lay, meni qo'yib bersizlar", deb yalvaribdi. "Toz qoldim, ko'zimni so'ng sodig'ili qig'li-a, endi seni qo'yib berish degan nadiki gap", deb unimabdi buvay. "Men sizlarni tugumas dunyoga yetkazib qo'yay", deb yana yalvaribdi qaga. "Men chiroyli so'zlarga oldinib qiyirganda, mushu kunga qolgan. Endi umrimning oxirida so'nga oldinib naga boray?" debdi buvay. "Men qog'larning eng qiyirisi, yishim mingdan oshdi. Oxirgi umrimda va'damga shundoq bir vafo qilib o'tayki, odam bo'lsa meni bilib qolsin", deb ko'zi ingaklarini buvayning o'tundek barmoqlariga surkab yig'labdi qaga. Qiyrining qayoshi degandek buvayning ko'ngli erib, "Xayr, bunimi bir ko'rib boqay" deb qog'ini qo'yib beribdi. Qaga intayin xushal bo'lib, ta'zim qilib, "Qani, mening orqamga kirib mongsila", debdi. Qaga birdam u daraxtga, birdam bu daraxtga qo'nib, oxir bir jangalning o'tirsidagi ajoyib yo'g'on qiyri bir to'g'roqqa kelib qo'nibdi. Buvay g'azzi bilan do'ng'aqlab kelib, atrofga shundoq qarasa, mol chorva degan mig'ildab yoyilgan. Qo'ylarning ustida turg'aylar uvilagan. Suvliq, o'tliq, shundoq chiroyli bir jangal. Qaga to'g'roqning tuvdagi kamarning yeniga tushib, "Xo'sh, buvay, qani iltifot qilsizlar", deb uyga taklif qildi. Buvay, "Bu kamarg'uman qandoq potdiman", debdi. Qaga, "Qani, qadamlarni qo'ysizlar, bir gap bo'lar", deb qo'l bog'lab turibdi. Buvay xayr deb shundoq qadam tashlaganini bilibdi. Qag'ini bilmabdi. Ko'zlarga har xil yorug'lik ko'rinib, quloqlarga xilma-xil yiqimliq ovozlar anglanibdi.
aldığı önçiler çechilib, qoluplar jaranglab, cho'ng eshiklar echilibdi. Qarasang, buvay bir bo'stonliqdagi supiga kelib qopdi. Qağa buvayni supining ustiga taklif qilibdi. O'zi supining chetidagi putlariga rang-barang gullar yamishib ketgan bir kursining ustiga qo'nib, "Men qag'larning xizri, odatimiz shundoq ekan, sizlarga yo'liqib qoldim. Xayr, va'diga vafo, qirroq" debdigan, supining oldiga bir qora eshak paydo bo'libdi. Qağa: "Mana bu eshak sizlarga vafoliq sovg'isi. Sizlar bu eshakka shundoq minganda o'zlarini bir yo'l ustida ko'radilar. Shu yo'l bilan mengib, kech qolsilimi hech kimninkini qo'nmay, uylariga borsizlar. Agar dunyo lozim bo'lsa, mushu eshakni bir ko'pining ustiga chiqarib, sanqang eshkim, sanqang, oltin kumush sanqang desilar. Sizlarga oltin kumush sanqab beradi, lekin bu sirni hech kimga aytmasizlar" debdi. Buvay xo'p deb eshakka shundoq minishiga rost degandek o'zini yo'l ustida ko'ribdi. Manga kash bo'pti. Oldiga bir tugman uchrabdi. Tugmanchi chiqib, "Voy qo'nib kelsizlar" deb uyiga boshlabdi. Oqshimi yotarda buvay tugmanchiga: "Hech kimga oltin kumush sanqang demay, obdan qarab qo'ysizlar" deb uxlab qoldi. Tugmanchi kechida asta chiqib, eshakka yiliqi gapni debdikan, bir muncha tanga tezaklab beribdi. Tugmanchi eshakni tengishib bilib, chandurmay uyga kirib uxlabapti. Buvay sahar turib, eshakning almashtirib ilinganligini sezmay, minib yo'lga ravon bo'pti. Uyga berib bo'lgan voqeani mo'miga va navrilariga so'zlab beribdi. Yiroq yaqiniki tonish bilishlaridan zilchi gilam so'rab kelib, uyiga sapdi va podshohni bu karomatni ko'rishga taklif qilibdi. Eshakni ko'rpaga chiqarib, qog'i o'gitib qo'ygan yiliq so'zlarni debdi. Eshak jim turibdi. Ikkinchi qitim debdi. Eshak yana jim turibdi. Uchinchi qitim yana debdi. Eshak yana jim. Oxir kaltak bilan rosa birini urib, vaqirab debdi. Eshak tayoqqa chidamay bir injiqlab tikan, oltin kumushga tikilib o'tirgan podshoh tezak ostida qopdi. Podshoh g'azabga kelib, "Jallod!" deb vaqirabdi. Biroq atrofiga qarasa, jallod yo'q. "Kim uni ahmoq qilsa, na?" deb buvayni toza urib yerga choplab etib ketibdi. Bechora buvay ajiz ko'zini ochsa, mo'may ham yig'lab, ham topdan qilib beshida o'ltirgudek. Buvay tishini tishlab o'rnidan turib, eshakka minib, jangalga qarab yo'labdi. Qag'ining oldiga berib bo'lgan ishlarni bayon qilibdi. Qaga buvayning gaplarini to'liq anglagandan keyin qirroq debdikan, darrov bir supra paydo bo'libdi. Qaga: "Mana bu suprani iling. Qachoniki g'izo tomoq lozim bo'lsa, ichil supram, ichil desingiz, darrov ichilib ustida xilma-xil taomlar hozir bo'ladi. Yo'lda hech yerda qo'nmang, suprining sirini hech kimga aytmang" debdi. Buvay xushal bo'lib, suprini ilib yo'lga ravon bo'ldi. Mang kun kech bo'ldi. Yana yiliq tugmanchinikiga tushibdi. Yetish oldida "Mavu supriga ichil supram, ichil demay, obdan qarab qo'ysizlar jumu" deb uxlab qopdi. Tugmanchi kechida ostan qo'pib, xotin ballari bilan gapni bir qilib, "Ichil supram, ichil" degan ekan, supridan xilma-xil g'izolar chiqibdi. Tugmanchi boy u g'izolarni ballari bilan hapilan-shapilan yeyishib, qolg'ini jimiq turib, suprini tegishibdi. Buvay atigini supriga zan qo'ymayla, qo'ltiqiga qisib yo'lga tushibdi. Uyga kira-kirmayla mo'mayga suprining sirini so'zlab, mo'mayning unimig'iniga qaramay, uy rastlatib, podshohga xabar beribdi. Podshoh bu qitim o'zi kelmay, vazirlarni avatibdi. Vazirlar so'rin tuzib o'ltirishibdi. Necha kundan beri osh qolgan navkarlarmi qo'llarini yuvishib, eshikda talmirishib turibdi. Hamma tayyor bo'lgandan keyin buvay "Ichil supram, ichil" debdi.
2 qitim debdi, 3 qitim debdi. Supradan hech sado chiqmabdi. Vazirlar koyib, buvayni urib domiltib etib, o'rniga qaytibdi. Mo'may yig'lab turib, buvayga yana toptan qipdi. Buvay qanday qilishni bilmay, martam 3 martam deb yana jangalga yo'l sapdi. Berib qog'ining oldiga kiribdi, vaqani yana bayon aylabdi. Qog'a: "Xayr, bu oxirgisi bo'lg'ay, qirroq" debdi. Buvayning oldiga bir tulum paydo bo'ldi. Qog'a: "Mana bu tulum ichida bir to'qmoq bor. Qachoniki beshingizga kun tushidi ekan, ur to'qmoqim ur desingiz, har qanday mushkul ishingiz oson bo'ladi" deb yana boshda aytgan gaplarni jekilab, buvayni yo'lga sapdi. Buvay yana yiliq tugman oldiga kelishiga tugmanchi chiqib: "Voy aka, qo'nib kelsizlar" deb to'sibdi. Buvay xayr deb eshakdan tushibdi. Yetish oldida: "Mavu tulumning ichida bir to'qmoq bor. Ur to'qmoqim ur demay, obdan qarab qo'ysizlar" deb uxlab qapti. Tugmanchi xotin bilan tulumni ostan boshqa uyga o'g'irlab chiqib, o'ttirga qo'yib, "Ur to'qmoqim ur" degan ekan, tulumdan to'qmoq chachirab chiqib, tugmanchi va uning xotin bolalarini shundoq urg'ul turibdiki, Alloh tovining dastidan jahonda turib bo'lg'ilib olmabdi. Buvay yugurib chiqsa, ish boshqacha. Buvay to'qmoq texim chingroq buyruq beribdi. Tugmanchi: "Voy, eshaklarni qaytirib beray" deb eshakni tepib ketdi. To'qmoq to'xtamay xotinni silayveribdi. Tugmanchining xotini ming bir tavba o'qib, suprini qaytirib beribdi. To'qmoq yana to'xtamabdi. Ular: "Balamizdan balamizga pandiyat, 100 ming tova, to'qmoqni to'xtating buva" deb nola qipti. Buvay: "Tur to'qmoqim, tur" debdi. To'qmoq to'xtabdi. Buvay hamma narsalarini qaytirib olib, o'zining avvalgi eshkiga minib, naqsini do'ng etib, yo'lga ravon bo'ldi. "Talay kelsa bishimga, yarim kelar qishimga, to'qmoq yeydi oldamchi, to'psasi ishimga" Buvay uyga kelib, mo'mayni qoyil qilib, tunish bilishlarni qishqartib, yana podshohga yuguribdi. Podshoh: "Nima balo qildim bu ahmoq gadoy bilan" deb qo'g'lab chiqiribdi. Oqidan podshohning tamaga ugnib qolgan ko'ngli besilmay, yana "Berib beqinglar" deb bir necha yasovlarni avatibdi. Buvay g'izodan keyin eshakning karomatini ko'rsatib, yasovlardan podshohga nurg'un oltin kumushlarni sovg'a qilibdi. Podshoh sovg'atlar qanoat qilmay, niyatini buzibdi. Buvayning uyini qushqashning uvusini buzgandek buzdirib, hamma narsani xazinaga olmoq bo'pti. Buni o'rdadagi bog'dan qiyri anglab kelib, buvayga xabar qilibdi. Buvay o'g'ziga chiqib tayyorlanib turibdi. Qarasa, rost degandek bir muncha lashkarlar kelyotgandek. Lashkarlar yaqinroq kelganda buvay tovlabdi: "Hey lashkarlar, oqinglarga qaytinglar. Oltin kerak bo'lsa, avatib turay. Bizni aram xudo kun ko'gil qo'yinglar" debdi. Lashkarlar unimay bostirib ketdi. Buvay xayr deb to'qmoqqa amr beribdi: "Ur to'qmoqim, ur" To'qmoq lashkarlarni shundoq salqil turibdiki, jahon to'pichanga aylanib, aram 3 kishi qechib qutulibdi. Podshoh g'azabga kelib, hamma lashkarlarni chiqiribdi. To'qmoqmi hamma kuchini chiqirib o'g'ili turibdi. Xalq to'qmoqning orqasidan yuguribdi. Lashkarlar soyning tashida qirilibdi. O'rda elinib, jang tamom bo'ldi, al omon qoldi. Xalq o'z ichidan odil bir kishini tepib, podshoh saylabdi. Barcha amabalilarning ko'zi yorisa, bizga o'xshashma ko'shmakan vallay o'ynaysa, parvoz qilsa ko'ktalar zon tishliq kaptiri, urush o'ti yer sharidan tamom yo'qolsa,